Nima bo'pti, doktor? Oho, sahringiz oshib ketdi-ku. Elyor bo'lmagan, shundaymi? Assalomu alaykum akalar. Gripp bo'lib qoldim. Ayam uyda yo'q edi. Nima qilsam tezroq tuzalaman, ha? Buni yo'li oson. Karichi turibni olasanda, asalga yaxshilab aralashtirib yeysan. Otday bo'lib ketasan. Turibni asalga aralashtirib ichuvdim. Ha, jigarni ham zo'riqtirib qo'yibsiz-ku. Akalar, umuman ishtaham yo'q. Hech narsa yeya olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Ishtahani ochishni zo'r bitta yo'li bor. Ko'proq qalampir ishtahani ochiladi. 33 ta qalampir yegandim. Bir yeyishda. Jigarlaringiz titilib ketmabdi hali ham. Anginalar shishib ketgan. Nima bo'ldi? Tomog'im vobshe qisib qoldi. Nima dori ichsam bo'ladi? Jonga tegding-da. Zahar kesadi. Marojni yeysan xullas. 19 tagina marojni yegandim. Birda 20 ta qilmabsiz-da. Juft bo'lardi. Akalar, umuman mazam bo'lmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Toza jonga tegding. Bor bitta svich ol, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Svichi? Buni ishlatdingizmi? Bu mashinaning svichasi-ku. Shuni keyin bildim-da.